Assalomu alaykum. Biologiya ixlosmandlari, iqtidor biologiya masalalar to'plamining DNK mavzusi. 306-savolni ko'rib chiqamiz siz bilan. 306-savolning umumiy holatdagi shartlarini siz bilan eslatib o'taman. Sizda bemalol kitob bor, unga qarab olishingiz mumkin. 3 ta DNK berilgan. Har bitta DNKning uzunliklari 34 nanometrdan, guaninlar yig'indisi 160 va adeninlar nisbati 1:1,5 nisbatda. Bizga so'ralgan narsasi birinchi DNK tarkibidagi adeninlar sonini aniqlash so'ralyapti. Endi qarang. DNKmizni 34 nanometr bo'lgandan keyin 34 ni 0.34 ga bo'lsangiz 100 chiqadi. Demak, har bir DNKning bitta zanjirda 100 ta nukleotid bo'ladi. Umumiy holatda har bitta DNKda esa 2 ta zanjir bo'lganligi uchun, demak 100 ni 2 ga ko'paytirsak, har bitta DNKda 200 ta nukleotid bor. Jami DNKdagi umumiy nukleotidlar soni esa 600 ta bo'ladi. Guaninlar yig'indisi 160 ga teng. To'g'rimi? 160 ga teng. Guaninlar soni 160 bo'lgandan so'ng, sitozinlar soni ham albatta 160 ga teng bo'ladi. 160 ga 160 ni qo'shsak, jami uchala DNKda guanin va sitozinlar yig'indisi 320 hosil bo'lyapti. Endi biz jami nukleotidlar soni 600 dan jami guanin va sitozin nukleotidlar sonini ayirib tashladigan bo'lsak, uchala DNKdagi adenin va timin sonlari, ya'ni 280 soni hosil bo'lyapti. 280 soni ham adeninga, ham timinga tegishli. Adenin va timin sonlari teng bo'lgani uchun 280 ni 2 ga bo'lamiz. 140 chiqadi. Demak, adeninlarning umumiy soni 140 ta ekan. Masala sharti bo'yicha adeninlar 1:1,5 nisbatda. 1:1,5 nisbatda turibdi. Nisbatlarni qo'shsak 3,5. Bizga 3,5 nisbatni 140 soniga to'g'irlaymiz. Chunki adeninlar soni 140. Proporsiya qilamiz. Bizga DNKdagi birinchi DNKning birinchisidagi adeninlar soni kerak. 140 ni 1 ga ko'paytirib 3,5 ga bo'lsak 40 soni kelib chiqyapti. Demak, birinchi DNKda 40 ta adenin nukleotidi bo'lgan ekan. Agar bizga ikkinchi DNK so'ralsa, 140 ni 1 ga ko'paytirib 3,5 bo'lsak 40 ta chiqadi. Demak, ikkinchi DNKda ham 40 ta adenin bo'lgan. Qolgan adenin sonlari esa yana demak 60 tasi 3-chi DNKda bo'lgan hisoblanadi. 80 tasi ekan. Xullas javob A javob, C javob bo'lar ekan 40 ta. Demak, qolgan 306-savoldan boshlab 307-chi, 308-chi, 309-chi savollar xuddi mana shunday tartibda yechiladi. 311-savol ham xuddi shunday yechilar ekan. Umumiy yechim mana shunday bo'ladi. Videoni qayta ko'rib, yechimni tushunib olishga harakat qiling.